Shu ichma desam ichib oladi, har safar hincha kino ko'rsatishni boshlaydi. Ichib olgandan keyin mana shu pasportiga ham jinsin o'rniga Alka Napoleon deb yozib qo'ygan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu bolani oyog'idan qitalasak ham qaytmayapti-da. Ichma desak bu bo'lmayapti, ta'sir qilmayapti umuman. Ichishga ichib oladi, boshlanadi. Jigar, bu dunyo sizman mendan bitta sirni bekitadi, jigar. Ash sirni o'rniga seni bekitib qo'ya olmaydim. Yur, oldimga tush, dodir. Mashinaga chiqib ketyapsiz. Jigar. Shopurga pul bermay qochib ketaylikmi, ha, jigar? Shopur eshitib turibdi-da hali gapini. Men oldi ketyapman, oldi menga qarab aytadi, shopur ham eshitib turibdi. Acha e'tibor bermay, men o'zim beraman sizga pulni. Bu anaqa decha bosh oltida qolib ketib qolgan. Qochib ketamiz, yetolmaydi deydi. O'zi bitta oldiga, ikkita orqaga qadam tashlaydi, to'g'ri yo'lda ko'rsanglar cho'rgandan keyin. Mashinadan tushmasdan yetib oladi shopur bizga. Haligi kulminatsion nuqtasi bor ichib olgandan keyin kinoyimiz haligi chig'anag'igacha og'ziga tiqib o'tirib oladi-yu, chiqarib yuboraman. Eng qizig'i har safar mastava qaytib